Siz bilan yana zo'rdan zo'r agentligi. Bugun polupodvalniy помещение sotuvga qo'yildi. Umumiy maydon 170 kvadrat. Fitness zalimizning maydoni 100 kvadrat va tipografiya maydoni 70 kvadrat. Narxiga kelsak, narxi 82 ming. Adres tushuntirib o'taman. Adres El Holding yangi bino ostida. Polupodvalniy помещениемizga kelsak, ko'rib turganingizdek, quyosh nurlari kirish uchun derazalar qo'yilgan. Isitish tizimlari hammasi o'rnatilgan. Bu polupodvalniy помещениeni sotib olganingizdan keyin barcha mana shu yerdagi anjomlar sizniki bo'ladi. Bemalol ijaraga bersangiz ham bo'ladi. Arenda действующий. Polupodvalniy помещениемizga, fitness zalimizga, ya'ni отдельный eshik qo'yilgan, alohida. Tipografiya xonamizga ham alohida qo'yilgan. 3 ta eshik 3 xil tomondan kirsangiz bo'ladi. Kirish qismimizda temirlik eshiklar qo'yilgan. Devorlarda ham temirlik panjaralar o'rnatilgan. Kuzatish tizimlari ham bor, Wi-Fi, hamma sharoitlar bor. Kirish qismi chapdan va o'ng tomondan kirsangiz bo'ladi. Bu bizning fitness zal bo'ladi. Fitness zalimizni obzor qilib beraman. Shu yerdagi barcha mebel va anjomlar sizniki bo'ladi. Fitness zaldan shunday kelganda chapda razyevalkamiz bo'ladi. Razyevalkamizdan keyingi xonamiz sanuzel xonasi bo'ladi. Sanuzel xonani ham ko'rsataman. Umumiylik, unitazlar hammasi bor. Fitness zalimizdan keyingi xonamiz tipografiya xonamiz bo'ladi. Tipografiya xonamizni ham obzor qilib o'taman. Tipografiya xonamizning maydoni 70 kvadrat. Ko'rib turganingizdek, hozir akalarimiz ishlayaptilar. Agarda siz bu polupodvalniy помещениeni olganingizdan keyin bemalol ijaraga yoki arendaga berishingiz mumkin. Tipografiyadan shunday keyingi xonamiz bu dushovoy komnatamiz bo'ladi. Koridorchamiz bor mana. Bu eshigimiz hojatxona bo'ladi. Bu xonadan alohida yana keyingi qo'shimcha xonamiz ham bor. Bu xonani olib ijaraga ham bersangiz bo'ladi. Eshiklari mana alohida qo'yilgan.